Assalomu alaykum. Adal mijozlarimiz. Zver 2026 modelimiz keldi. Sifatlari juda yaxshi, kачестволari. Muzra bax kelgan. Kачестволari zo'r. 2026 model Zver, yangilangan versiyasi. Воздушный filtrlar bor, rossiyskiy brend. Eng qizig'i balonlari pachinniklik. Mana ko'rishingiz mumkin. Korobkalari original korobka bo'ladi. Zver originalisi. Avtomatik korobka, mana hamma sifatlari zo'r. 90 gradusga buriladigan bo'ladi bu. Ko'rishingiz mumkin. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat qilinglar. Balon eni juda shiroki, bemalol 60lik, 120lik agatlar ichiga bemalol harakatlarni olasiz. Ya'ni arasini o'zi 80 sm hisoblanadi. Sifatlari juda yaxshi. Kачестволарga gap bo'lishi mumkin emas. Nima deydi? Baraka topadigan marta kultivator kilogrammlari ham 93 kilogramlik marham ko'rishingiz mumkin. Zver brendiniki. Buni faraligi ham bor, bez farasi ham bor. Bemalol shunaqa turdagi motokultivatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaradi. Bu modelimiz fara sizi bo'ladi. Narxlari keladigan bo'lsak, 3.8 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Zver 90 gradusga buriladigan nima deydi? Shiroki balon arasi 80 sm lik olasi.